AQSh va Eron 45 kunlik sulh tuzish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Biroq eronliklar vaqtincha sulh tuzilishiga qarshi. Eron Hormuz bo'g'ozini uzoq yillar blokadada ushlashi mumkinligini aytmoqda. Bu vaqtda esa Donald Tramp seshanba kuni Eron uchun so'nggi muddat bo'lishi haqida bayonot berdi. Shuningdek, bugungi videomiz davomida Dog'istonda bir necha kundan buyon davom etib kelayotgan dahshatli suv toshqinlari va O'zbekistonning internet erkinligi reytingida Afg'oniston bilan bir o'rinda qayd etilgani haqida ma'lumot olasiz. Shu va boshqa xabarlarni burchak ostida YouTube sahifasida tomosha qiling. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like va izoh qoldirishni unutmang. Washington va Tehron mintaqaviy vositachilar guruhi bilan birgalikda urushning tugashiga olib kelishi mumkin bo'lgan 45 kunlik ehtimoliy sulh shartlarini muhokama qilyapti. Bu haqda Axios nashri AQSh, Isroil va yana bir qancha davlatlardagi to'rtta manbaga tayanib xabar bermoqda. Nashr suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra, kelishuvga erishish imkoniyati past, biroq bu urushning keskin avj olishini oldini olish uchun so'nggi urinish hisoblanadi. Shuningdek, ikki manbaning ma'lumot berishicha, Qo'shma Shtatlar va Isroil Eronning energetika obyektlariga hujum qilish bo'yicha kampaniya rejasini tayyorlab qo'ygan. Tramp Islom Respublikasiga kelishuvga erishish uchun so'nggi imkoniyatni berish maqsadida ultimatum muddatini uzaytirgan deyiladi maqolada. Biroq manbalarning qo'shimcha qilishicha, Eron ushbu taklifni rad etgan. Eron, Tehron va Washington o'rtasida vositachi vazifasini o'tayotgan Pokistonga sulh taklifi yuzasidan o'z javobini yubordi deb xabar bermoqda IRNA agentligi. Eron tomonidan taqdim etilgan reja 10 banddan iborat. Unda Tehron vaqtinchalik sulh taklifini rad etib, buning o'rniga urushni uzil-kesil to'xtatishga erishish zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, Eron o'ziga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilishni va Hormuz bo'g'ozi orqali kemalarning xavfsiz harakatlanishi uchun maxsus hujjat ishlab chiqishni talab qilmoqda. Eron Hormuz bo'g'ozini uzoq yillar davomida blokadada ushlab turish imkoniyatiga ega. Bu haqda yuqori lavozimli eronlik amaldorga tayanib Press TV xabar berdi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalari va garnizonlarini ta'minlash uchun ishlatilgan uskunalarning katta qismi aynan shu bo'g'oz orqali tashilgan. Eronlik amaldorning aytishicha, agar Eron ilgariroq bo'g'ozdagi harakatni nazorat qila boshlaganida, raqibining mintaqadagi logistika imkoniyatlari ancha cheklangan bo'lar edi. Shu sababli Eron endi bunday logistika amaliyotlarining amalga oshirilishiga yo'l qo'ymaydi deya qo'shimcha qildi u. Wall Street Journal Fors rasmiylariga tayanib xabar berishicha, Eron o't ochishni vaqtincha to'xtatish evaziga Hormuz bo'g'ozini ochish haqidagi taklifni rad etgan. Turkiya, Misr va Pokiston vositachilari Eron hamda AQSh o'rtasida muzokaralarni yo'lga qo'yishga urinmoqda. Biroq hozircha ular muvaffaqiyatga erishmayapti. Tehron vositachilarga Washington vakillari bilan uchrashishga tayyor emasligini va ularning shartlarini qabul qilib bo'lmas deb hisoblanishini ma'lum qildi deya yozmoqda nashr. Ayni damda Hormuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi urush boshlangandan buyon eng yuqori darajaga yetgan. Bloomberg agentligining xabar berishicha, 4-5 aprel kunlari Hormuz bo'g'ozi orqali 21 ta kema o'tgan. Ularning 13 tasi Arab dengizi yo'nalishida harakatlangan. Qatnovda Eron tankerlari ustunlik qilayotgan bo'lsa-da, bo'g'oz orqali Iroq neftini tashuvchi kema, Xitoy va Yaponiyaga tegishli konteyner tashuvchilar, shuningdek Hindistonning suyultirilgan gaz olib ketayotgan 8 ta tankeri ham o'tgan. Shunga qaramay, hozirgi trafik Yaqin Sharqdagi urushgacha bo'lgan davr bilan solishtirilganda juda past darajada qolmoqda. Urush boshlanishidan avval bo'g'oz orqali har kuni o'rtacha 135 ta kema o'tar edi. Avvalroq Eron bo'g'ozdan foydalanishni istaydigan mamlakatlar uchun alohida boj to'lovini joriy etishni rejalashtirayotgani va undan hatto Eronga do'st bo'lgan mamlakatlar kemalari ham boj to'lashi mumkinligi xabar berilgan edi. Ma'lumot uchun, Eron o'z hududiga berilgan zarbalardan so'ng Washington va uning ittifoqchilari uchun Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakatini cheklagan edi. Harbiy harakatlar boshlanishidan oldin bu hudud orqali dunyo neftining 20% va suyultirilgan tabiiy gazning 30% dan ortiq o'tgan. Tramp seshanba Eron bilan bitim tuzish uchun so'nggi muddat bo'lishini ta'kidladi. Hozir ular biz bilan muzokaralar olib bormoqda. Ular bu borada juda muhim qadam tashlashdi, dedi AQSh prezidenti. Uning qo'shimcha qilishicha, AQSh xalqi mamlakat harbiylarining o'z uylariga qaytishini xohlayapti. Afsuski, amerikaliklar harbiylarimiz uyga qaytishini istashmoqda. Agar barchasi o'zimga bog'liq bo'lganida, men Eron nefti ustida nazoratni saqlab qolgan bo'lar edim. Ammo AQSh xalqi buni to'g'ri tushunadi deb o'ylamayman, dedi u. Shuningdek, Tramp AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyotini tanqid
qilayotgan amerikaliklarni ahmoqlar deb atadi. Ular ahmoqlar chunki bir narsani tushunishni istashmaydi. Bu amaliyot faqat bir maqsadga qaratilgan. Eronni yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Eron so'nggi oylar ichida 45 ming kishini o'ldirdi, balki undan ham ko'proqdir. Ularning soni naqd 60 mingtani tashkil qilishi ham mumkin. Eron namoyishchilarni o'ldirdi. Ular vahshiylar, biz esa ularni to'xtatishimiz kerak, dedi AQSh prezidenti jurnalistlarga. Tramp jurnalistlar savollariga javob berar ekan, butun Eron bir kechada yo'q qilinishi mumkinligini va bu oqshom ertaga kelishi ehtimoli borligini ta'kidladi. Biz hozirning o'zidayoq Erondan chiqib ketishimiz mumkin edi, biroq men bu ishni oxiriga yetkazmoqchiman. Biz Erondagi yangi rejim avvalgilarga qaraganda ancha aqlli deb hisoblaymiz. Eronda rejim to'liq almashdi, dedi Oq uy rahbari. Shuningdek, u Eron qo'shinlari tomonidan Qo'shma Shtatlarning F-15 samolyotini urib tushirilganiga ham izoh berib o'tdi. Ha, ularning bu borada biroz omadi keldi. Ba'zida urushda omad ham kerak. Eronda juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan jangchilar urush olib bormoqda. Ular qattiqqo'r, irodali insonlardir. Dushman zaif bo'lsa, bu boshqa gap edi. Biroq u yerdagi dushmanimiz ancha kuchli. Shu bilan birga ular hozir bir oy oldingidek kuchli emas, dedi u. So'nggi kunlarda Yevropa shaharlaridagi sinagoglar, Yahudiy xayriya tashkilotlari va AQSh banklariga uyushtirilayotgan hujumlar soni ortib bormoqda. Gagadagi Xalqaro terrorizmga qarshi kurash markazi eksperti Julian Lanchning fikrlariga ko'ra, bu Yevropada Eronning gibrid urushi boshlangani belgilari bo'lishi mumkin. Buyuk Britaniya, Belgiya va Fransiyadagi qator jinoyatlar uchun javobgarlikni Ashob al-Yasmin guruhi o'z zimmasiga oldi. Ushbu guruh bir oydan kamroq vaqt avval paydo bo'lgan 9-martga qadar Ashob al-Yasmin na internetda va na uning tashqarisida biron bir iz qoldirgan. Ular birdaniga go'yoki yo'q joydan paydo bo'lishdi. Bu g'ayritabiiy holat, deya ta'kidladi ekspert nashrga bergan intervyusida. Uning fikricha, Ashob al-Yasmin Eron razvedkasining loyihasi bo'lishi mumkin. Bundan ko'zlangan maqsad Yevropa mamlakatlarida tartibsizlik keltirib chiqarish va jamiyatni barqarorlashtirishdir. Dog'istonda bir necha kundan buyon yirik suv toshqinlari hodisasi kuzatilmoqda. Mart oyi oxirida boshlangan kuchli yomg'irlar natijasida Gejuk suv ombori to'lib toshgan. 5-aprel kuni esa uning tuproq to'g'oni o'pirilib ketgan, natijada butun shahar suvga g'arq bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat qurbonlari soni 4 kishiga yetdi. Ular orasida yo'ldan suv oqizib ketgan ayol va bola, shuningdek, Qaytak tumanida sel uyini vayron qilishi oqibatida halok bo'lgan yana bir ayol bor. Kecha Derben tumanidagi Mametqala qishlog'i yaqinida suv toshqini oqizib ketgan 5 yoshli qizchaning jasadi ham topildi. Internetda tarqalgan video lavhalarda Mametqala va Gejuk qishloqlari o'rtasidagi Kavkaz federal trassasini suv bosgani va avtomobillarni oqizib ketgani ko'rinadi. Qutqaruvchilar 7 kishini suvdan chiqarib olishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq suvda uzoq vaqt qolib ketgan ayol va bolani reanimatsiya qilish imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Maxachqal'ada 6 qavatli uyga tutash 3 qavatli bino to'laligicha suvga qulab tushgan. Qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, to'g'on o'pirilishi sababli 4 mingdan ortiq kishi xavfsiz joylarga ko'chirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududda evakuatsiya va qutqaruv ishlarini davom ettirmoqda. Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Rossiya rasmiylarining bildirgan fikrlari yuzasidan bayonot berdi. Baku Rossiya tomoni ommaviy muhokamalar chog'ida Ozarbayjonning ichki ishlariga taalluqli bo'lgan masalalarni ko'targanini qayd etdi. Qorabog' hududi qaysidir davlatning qarori bilan emas, balki tarix, xalqaro huquq va adolat tamoyillariga ko'ra Ozarbayjonning ajralmas qismidir, deyiladi TIV bayonotida. Shuningdek, Baku hech bir davlat, shu jumladan Rossiya ham Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini hech qachon shubha ostiga qo'ymasligi kerakligini ta'kidlagan. Rossiya prezidenti administratsiyasi, hukumat va tashqi ishlar vazirligi e'tiboriga diplomatik kanallar orqali Ozarbayjonning pozitsiyasi yetkazildi. Unda Qorabog' hududidan siyosiy spekulyatsiyalar yo'lida foydalanishga yo'l qo'ymasligi hamda bunday harakatlarning to'xtatilishiga umid bildirildi, deyiladi bayonotda. Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligining ta'kidlashicha, shunga qaramay ushbu mavzu Moskva rasmiy doiralarida yangrashda davom etmoqda. Xususan, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Vesti telekanaliga bergan intervyusida Qorabog'ning Ozarbayjonning hududi sifatida tan olinishi masalasiga yana bir bor to'xtalib o'tgan.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha 3 tomonlama formatdagi muzokaralar vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Peskovning aytishicha, ayni damda amerikaliklarning boshqa muhim ishlari ko'pligi sababli ushbu formatda yig'ilish o'tkazish qiyin bo'lmoqda. Shunga qaramay, u Rossiya mavjud kanallar orqali AQSh bilan ma'lumot almashishda davom etayotgani, Ukraina tomoni ham amerikaliklar bilan muhokamalarni to'xtatmaganini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan dam olish kunlari Vladimir Zelenskiy Turkiyaga tashrifi chog'ida Vladimir Putin bilan muzokaralarga tayyorligiga ishora qilgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiya prezidenti Istanbulda tinchlik muzokaralarini o'tkazishni taklif qilgan. Biroq hozircha Rossiya va AQSh tomonidan bunga rasmiy munosabat bildirilmagan. CloudWorks portali tomonidan an'anaviy mamlakatlarning internet erkinligini reytingi tuzildi. Ushbu platforma bulutli dasturiy ta'minot va onlayn xizmatlarni tahlil qilishga ixtisoslashgan. Reytingda eng quyi o'rinni 0 ball bilan Shimoliy Koreya egalladi. Belarus 20 ball, Turkmaniston va Iroq 16 balldan, Suriya, Turkiya va Hindiston esa 12 balldan oldi. CloudWorks portali eng yuqori baholarni Finlandiya, Norvegiya, Daniya, Belgiya, Slovakiya, Kosta-Rika, Surinam, Sharqiy Timor va Yangi Zelandiyaga berdi. Ushbu mamlakatlarning ko'rsatkichi 92 ballni tashkil etdi. Internet erkinligi reytingida Tojikiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida yetakchiga aylandi. Qirg'iziston qo'shnisidan biroz ortda qoldi. Uning ko'rsatkichi 52 ballni tashkil etdi. Qozog'iston 36 ball, O'zbekiston va Afg'oniston esa 24 balldan to'pladi. Shuningdek, CloudWorks tahlilchilari internet erkinligi darajasini baholash jarayonida Rossiyaga 100 balldan 4 ball berishdi. Xitoy, Eron va Pokiston ham xuddi shuncha balldan olgan.